Assalomu alaykum akalar. Sizlar bilan yana men Samir. Bugun biz yana PUBG Mobile o'ynaymiz. Sizlarga bitta yangiligim bor. O'zim yangi akkaunt olyapman. Ukam do'stida aytgan bo'lsa kerak. Men bu akkauntimni sotmoqchiman. Oladiganlar bo'lsa kommentga narxini yozib ketinglar. Narxini o'ylab gaplashamiz. Давай go. Tamam, mana shu videoga bitta like va kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Agar videoda anaqa yomon joylar, noto'g'ri joylar bo'lsa, uzr sizlardan. Uzr so'rayman. Akkauntga kirib olamiz. Agar shu kim olmoqchi bo'lsa, kommentga yozib olaman desa, shuni gaplashamiz. Shuni berib olaman, sotaman shuni. Arzon, juda qimmat emas. 100 ming, 200 ming, 300 minglik emas, arzonlik ekan. O'zim ko'targanman. Akkaunt sotmoqchi bo'lganlar shunday akkaunt sotib olaman, kommentga yozsa o'zim bo'pti deb anaqa qilaman, gaplashamiz. Mana akkauntimga kirib olamizda ko'ramiz akkaunt. Mana birinchi navbatda kiyimlarni ikkita mesh kiyim. Mana shuncha kiyimim bor, mana ikkita. Mana kiyim bor, ikkala o'tkashlayapsiz. Shu bor, osmabman. Mana o'zinglar to'xtatib ko'raverasizlar mana. Kiyimlarim, shlemlardan 3 ta. Achkilarda mana shuncha 8 ta bor ekan. Mana bu betga yoqadigan bir narsa, mana shuncha bor. Bularda mana to'xtatib ko'raverasizlar o'zinglar. Normal akkaunt mana. Popkada mana ko'ringlar. Shu popka. Mana. Endi qurollardan 4 ga bitta bor. 6 ga bitta, M24 ga bitta, AVM ga bitta, mana qurolga RPda bitta. Mana UMPga, Maringa, ikkitaga, Uziga. Trashka ikkitasiga, mana bunaqasiga. Oldu. Ana bo'ldi ekan aka. Endi mashinada bitta bayi skinim bor. Mana bayiga. Mana
Endi ben kuramiz. Narsalarda futboldagi esa fotoğraflar o'zilar. Mana kristal bor, bunaqa yana kiyim olasizlar. 6 ta bu kartonli kiyim bor mana. Mana endi ramkalarga o'tamiz. Bunaqada ikkita. Mana rasmlarda mana ochilgan, marshutgacha ochilgan. Yana qo'ymaysizlar mana. Vaqtliga. Kecha bular ochilgan. Kim bunu koydu? Koyayım bunu. Bana bırak. Evet.